siyosiy yordamchi agentlik mutaxassisina bo'laman. Bizlar mahallamizda istiqomat qiluvchi Masharipova Maryamovga xonadonidamiz. Masharipova Maryamovaning kelinlari Qasimova Xolida chorvachilik bo'yicha mahalla loyihasi paketi bo'yicha 22 million kredit ajratib olganlar. Otaxonova Charaz akamiz esa dehqonchilik bo'yicha kredit ajratib olganlar, imtiyozli kredit olganlar. Bu bo'yicha dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha Maryam akamizni o'zlari tanishtiradilar. Bize turli daromadlarimiz yardımına hasılarını sattık, piyaz ektikmiz, kulüpnikelerimiz var, çizmoklar var, gülçülük bilen hem şoğullanaman. Hemen her iyi faydalanıp oturtmamız yerimizde. Maryam akamizni xonadonida gelinlari Qasimova Xolida akamiz chorvachilik yo'nalishida kredit ajratib olganlar. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ular samarali foydalanib keltirdilar.